Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu tariqa bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda kredit olganlar uchun yangi xavf paydo bo'lishi mumkin. Chunki hozirda muhokama qilinayotgan takliflarga ko'ra qarzdorlar uchun muhim bo'lgan bir qoida bekor qilinishi mumkin. Savol shunda: endi sud qarori chiqqanidan keyin ham qarz o'sish davom etadimi? Agar bu o'zgarish qabul qilinsa, javob ham ehtimol shunday bo'lishi mumkin. Ma'lumki, 2024-yildan boshlab O'zbekistonda qarzdorlar uchun muayyan himoya mexanizmi amal qilib kelayotgan edi. Bunga ko'ra, agar kredit yoki qarz masalasi sudgacha yetib borsa va sud tomonidan qaror chiqarilsa, shundan keyin qarz summasi odatda muzlatilar edi. Ya'ni sud qarori chiqqanidan keyin qarz ustiga yana qo'shimcha foizlar, peniyalar yoki boshqa jamoaviy hisob-kitoblar qo'shilishi to'xtatilar edi. Bu tartib ko'pchilik uchun juda muhim edi, chunki u qarzdorni hech bo'lmasa ma'lum bir nuqtada yanada kattaroq moliyaviy bosimdan himoya qilib turardi. Endi esa aynan shu normani, ya'ni sud qaroridan keyin foiz va jarimalarni hisoblashni to'xtatish tartibini bekor qilish taklif etilmoqda. Agar bu taklif qabul qilinsa, sud qarori chiqqanidan keyin ham qarz miqdori o'sishda davom etishi mumkin. Bu esa shuni anglatadiki, hatto sud qarzdorni to'lashda qiynalayotgan yoki moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda deb hisoblasa ham, qarz ustiga qo'shimcha mablag'lar qo'shilishi davom etishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, inson qarzni yopa olmayotgan bo'lsa ham, qarz kamayishi o'rniga yanada kattalashib borishi xavfi paydo bo'ladi. Nima uchun bu muhim? Bu masala juda jiddiy, chunki kredit olgan insonlar uchun eng katta xavflardan biri asosiy qarzdan ko'ra uning ustiga qo'shiladigan foiz, peniya va jarimalardir. Agar suddan keyin ham ushbu hisob-kitoblar to'xtamasa, bu ayrim qarzdorlar uchun moliyaviy bosimni yanada kuchaytirishi mumkin. Shu sababli mutaxassislar bunday tashabbuslar muhokama qilinayotganida fuqarolar o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi bilib olishi kerakligini tasdiqlaydi. Eng muhimi, bu hozircha tartib to'liq o'zgargani yo'q. Ayni paytda bu faqatgina muhokama bosqichidagi tashabbus hisoblanadi. Ya'ni qoida hozirning o'zida emas, balki kelajakda o'zgarishi mumkin bo'lgan tartib sifatida ko'rib chiqilmoqda. Qisqacha aytganda, agar ushbu o'zgarish qabul qilinsa, O'zbekistonda kredit olish ayrim holatlarda yanada xavfliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kredit olishdan oldin shartnomada har bir bandni diqqat bilan o'qish, foizlar va jarimalar tartibini tushunish har qachongidan ham muhim bo'lib qoladi. Agar sizga kredit, qarz, sud yoki qonunchilikka oid shunday dolzarb mavzular kerak bo'lsa, bizni kuzating.